Har bir insonning umri bitta kitob. Ba'zilar uni o'qiydi, ba'zilar esa yozadi. Shunday insonlar borki, ular nafaqat o'z taqdirini, balki yurtdoshlari qalbiga ham nurli satrlar bita oladi. Bugun biz ana shunday ijodkor, tajribali jurnalist, shoira, adiba Salima Umarova bosib o'tgan hayot yo'li bo'ylab safar qilamiz. Ko'ngil to'la ezgulik, ne'mat, har so'zdanki to'kilsa hikmat, muhabbatga to'ldi bu dunyo, xayriyotni dilga bog'ladik. Buyuk ne'mat bilan siyladim, oliy ishqni qalbga joyladim. 1954-yil qadim karmana. Ana shu zaminda keyinchalik minglab qalblarga yo'l topadigan qalam sohibasi dunyoga keldi. Uning hayotida so'z oddiy vosita emas, taqdiriga aylangan edi. Qalamga baxshida etilgan umr yo'li. Yillar davomida tahririyatda kechgan mehnat, gazeta sahifalarida muhrlangan minglab maqolalar, inson taqdirlari haqidagi yuzlab hikoyalar Salima Umarovani nafaqat jurnalist, balki inson qalbining bilimdoniga aylantirdi. Har bir mashinkani urilishiga qiladigan mehnat yoki har bir yozadigan maqolaga qiladigan mehnat, uni orqasida albatta hashsha barakalloh, shuni orqasidan keladigan pulga qiziqish emas. O'sha halol nasibaga qiziqish bilan qilingan halol mehnat. Men o'sha Karmana ovozda ma'lum muddat ishladim. Birinchi Do'stlik bayrog'idan boshlab yana Do'stlik bayrog'iga qaytdim. Hamdam Eshonqulov degan yaxshi ustozimiz bordilar. Shu inson shu darajada bir bugun eslasa arziydigan bir saboqlarni, ibratlarni qilgan inson. Gazetachilik ham, jurnalistlik ham, siz deyishingiz ham oson narsa emas bular. Juda katta zahmatni, fidokorlik talab qiladi. O'sha jihatdan yo men biron ustozimdan nolimayman, biron hamkasbimdan nolimayman, biron hammamiz shu jihatdan bir-birimizni qadrlagan. Do'stlik bayrog'ini biza ishlagan davrdagi o'sha nomi, ishi, salohiyati shu darajada baland ediki, o'sha 80-yillarda ham, 90-yillarda ham gazeta juda katta kuch edi. O'sha kuch davrida shukrki, rahbarlarimiz ham hammamiz fidokorlik bilan ishlagan. Keyin Xudoga shukrki, 90-yildan keyin o'zim yoshlarni, qalamlari chiroyli yoshlarni atrofimga yig'a boshladim. Shu bilan niholim boshlanib ketdi. Haqiqiy ijodkor asarlari bilan emas, shogirdlari bilan ham yashaydi. Salima Umarova tashkil etgan nihol tugaragi o'nlab emas, yuzlab yoshlarga qanoat berdi. Bugun ular mamlakatimizning turli nufuzli ommaviy axborot vositalarida faoliyat yuritmoqda. Ustoz ekkan nihollar bugun ulkan daraxtga aylangan. Shu maktabimizda bir shinamgina mo'jazgina kutubxonasi bo'lardi. O'sha kutubxonada qanaqa kitoblar bo'lsa, to'g'risi hammasini o'qiganman, kitobga qiziqishim bo'lgan, o'qiganman. Shularning ichida Salima Umarova ijodkorimizni, ustozimizni ham Saodat yo'li kitoblari bordi. O'sha kitoblarni ham o'qib chiqqanman. Keyin bilsam, shu kitobning muallifi Salima Umarova viloyatimizning gazetasida ishlarkanlar, viloyatda yashab ijod qilarkanlar. Buni eshitganimdan keyin shu ichimda g'ulg'ula deymizmi, bir nima ishtiyoq, istak paydo bo'ldi, uchrash ular bilan. Mayli poytaxtga bora olmasman, lekin viloyat markaziga borib shu inson bilan albatta uchrashaman degan bir istak paydo bo'ldi. Xullas, onam bilan biz shu bir kun keldik, lekin ular hayotda ko'rmaganman, birinchi bor ko'rishim edi. Ko'rinishlarini o'zidan to'g'risini aytsam bir sehrlanganman, juda mehrim oshgan, juda nurli yuz edilar. Gaplashganimizda juda shirin suxan, juda bir mehribon, o'ta madaniyatli inson ekanliklarini bilganman, shunda guvohi bo'lganman. Keyin jurnalistika fakultetida poytaxtda o'qidim. Keyin o'qishni tamomlab, men hech vaqt o'tmay ish boshladim Do'stlik bayrog'ida. Va o'sha meni yoshlik, o'quvchilik vaqtlarim Salima Umarova bilan faqatgina uchrashni orzu qilgan
bir umidim keyinchalik ular bilan shu dargohda qachondir birga ishlash istagiga ulanib uzoq yil birga ishladim Salima Umarova bilan. Ularni faqat ijodini kuzatuvchi emas, ularga shogird, munosib shogird bo'lishga harakat qildim va qaysidir ma'noda unga erishdim deb o'ylayman. Ular bilan ko'p ijodiy uchrashuvlarga chiqardik. O'sha ish faoliyatida jurnalist xolis bo'lish kerak ekanligini, xalq bilan hukumat orasida mustahkam ko'prik bo'la olish kerakligini Salima Umarovadan o'rganganman. Haligacha o'sha bir ishda qanaqadir bir muammoga duch keladigan bo'lsam, qanaqadir bir savollar qiynaydigan bo'lsa, ulardan olgan o'gitlarim hozir ham dasturul amal bo'lib faoliyatimda yordam beradi. Salima Umarova men bilgan eng fidoyi insonlardan. Inson haqida qo'shiq, qalb daftari, yurakning ranglari, rayhon hidi, mening kelinchak qizim, saodat yo'li. Har birining o'z aytar so'zi bor bo'lgan nashrlar. Uning asarlarida qahramonlar ko'p, ammo barcha asarlarni birlashtirib turuvchi bitta qahramon bor. U ham bo'lsa inson. Mehrli inson, vatanni sevadigan inson, qadriyatlarni asraydigan inson. Hamkasblarni, do'stlarni, ijodkorlarni taqdiri ham, hayoti ham bir oson emas. Bu to'ppa-to'g'ri yo'l emas. Shunday paytlarda odam ko'z oldidan masalan ustozlar o'tadi, hamkasblar o'tadi, hamfikrlar o'tadi. Ijodkor mana Salima Umarovani men 40 yillardan buyon bilaman, kuzatganman. O'sha men ijodkorni masalan men birinchi navbatda insonlikni iste'dod deb bilaman-da. Insonga eng zarur bo'layotgan qadriyatlarni doim qadrlaydi. Salima opani ham o'sha ijodini kredosi desa bo'ladi. O'sha ijodini markazida doim inson, jamiyat insonga nimalar beryapti va biz mustaqillikdan keyin qanday o'zgardik o'sha narsani bir yilnomasi desa bo'ladi bu kishining ijodini. Salima opa keyingi 40 yillarda nihoyatda faol bo'ldilar va o'sha do'stlik bayrog'ida ishladilar. Do'stlik bayrog'ini masalan 90-yillardan boshlab bu yog'ini masalan 20-yillarga yaqingacha o'sha Salima Umarovani ijodisiz tasavvur qilib bo'lmaydi va Salima Umarova tashkillashtirilgan o'sha materiallar bo'ladimi, maqolalar bo'ladimi, u kishini masalan o'zini ko'zini, qalamini, nigohini bo'ladi. O'sha hozir ayni damlarda bu orden opani ham ijodiga, ham tashkilotchiligiga, ham ustozligiga berilgan juda katta e'tirof, e'tibor, rag'bat, ayni paytda o'sha mehnatlarda, o'sha fidoyiliklarning bir o'ziga xos bir O'zbekiston, mustaqil O'zbekiston rahbariyati tomonidan berilgan bir bahosi, rahmati deb bilaman. Va shu uchun ham juda ham xursand bo'ldim. Salima Umarova ana shunday do'st, maslakdosh, dilkash inson. Eng asosiysi, hamisha ijodkor yoshlar, shogirdlar jamoasi bilan birga. Bugun bir tahririyatda uzoq yillar faoliyat ko'rsatgan fidoyi jurnalistlar kamdan kam uchrashi ham bor gap. Salima Umarova esa Do'stlik bayrog'i nashriyotida samarali ijod etgani bois jamoadoshlar ustoz haqida gap ketganda jafokash ijodkor deya faxr bilan gapirishadi. Samarali ijodga yarasha muvaffaqiyatlar ham bisyor bo'ldi. Salima Umarovaning fazilatida yaxshini yomon, yomonni yaxshi deyish yaramaydi. Hayoti biratga, matonatga to'la ayol, ona, ijodkor. Soxtalikka yo'l qo'yish, fojiaga olib kelishini uqtirishdan charchamaydi. Hatto asarlarda ham shu jihatlarni tarannum etadi. Salima Umarovaning kitoblarini o'qib, ijodkorning o'zi bilan tanishish ishtiyoqida izlab topgan kitobxonlar bu jihatlarni e'tirof etishadi. Aziz va mo'tabar ayol, qalam o'tkir, ijodkor Salima Umarova haqida, ustozimiz haqida gapirish biz uchun albatta faxr va iftixor. Men ustozni kitoblarini o'qiganimda, ayniqsa mana shu birinchi jilddagi she'rlar, qarangda,
Alloh uyi ko'p aziz, dunyo unga talpingan. Bir tushgan nigoh borki, yorug' muhabbat ingan. Oqib borgan jon hayrat, ko'rganda ko'zlar tingan. Lek sening mehring buyuk, onajonim vatanim, haq o'zi etgan suyuk, jonajonim vatanim. Vatan haqida bundan ortiq chiroyli jumlalar yozish amri mahol. Qarang, yoki o'sha yana bir menga yoqqan joy O'zbekistonim mening she'ridagi qarang. Izlay izlay topganim so'zlarimga sig'magay. Mehr to'la nigohim ko'zlarimga sig'magay. Yiroq ketsam sog'inchim o'zlarimga sig'magay. Ona yurtim, onajon O'zbekistonim mening, faqat yuragimga jo sevgim, iymonim mening kabi satrlarda o'qigan saringiz ana shu yurtga bo'lgan o'zingizdagi mehr muhabbat, ana shu yurtni sevish, yurtni har qanday koriga yarash, har doim va millat rivojiga loqaydlik bilan emas, jonnisorlik bilan, daxldorlik bilan yuzlanish tuyg'ulari turadi va tarbiya borasidagi o'ziga xos uslublari haqida judayam chiroyli ajoyib badiyalar, ajoyib juda chiroyli bir bitiklar yozilgan. Mana shuni o'qigan inson umuman olganda o'sha ma'naviyat jihatidan yana bir ancha ko'tarilishini o'zida his qiladi. Biz ko'proq bugungi kundagi mana bu shovqinli dunyoda o'sha kitoblarni ko'proq o'qishimiz kerak, mutolaa qilishimiz kerak, ulug'larimiz bilan ko'proq suhbatlarni ko'paytirishimiz kerak. Har bir inson hayotida uni sinaydigan pallalar bo'ladi. Ba'zan taqdir insonga og'ir sinovlarni ham ravo ko'radi. Salima Umarova hayotida ham shunday kunlar bo'lgan. U turmush o'rtog'ini erta yo'qotdi. Biroq bu yo'qotish uni sindira olmadi. Undan so'ng aziz farzandining ayriliq sinovi bilan ham sinaldi. Yana qalamga suyandi. Qalbdagi sabrni, matonatni va hayotga bo'lgan muhabbatni ana shu qalamdan oldi. U bag'rida ulg'ayotgan yakka farzandi uchun endi ham ona, ham hayot yo'lboshchisi bo'la oldi. Qalbidagi dardni ijodga aylantirdi. Ko'ngildagi sog'inchni mehrga aylantirdi. Jamiyatimizda o'zini faoliyati bilan, bir iste'dodi bilan, ish faoliyati, umuman insoniyatga o'rnak jihatidan buyuk shaxslar ko'pda. Salima Umarova ham biz viloyatimizda shunday shaxslardan, yaxshi, kuchli ijodkorlardan, qalam o'tkir, bir hassos ijodkorlardan biri hisoblanadi. Inson bu dunyoda yashab ko'p ish qilishi mumkin-da, ko'p savobli ishlar qilishi mumkin. Lekin masalan, umrni adabiyotga bag'ishlash, ma'rifatga bag'ishlash, kitobga bag'ishlash bu xalqni, vatanni ertasini o'ylagan, porloq kelajagini o'ylagan, yosh avlodni, qolaversa o'rta avlod, keksa avlod, hamma qatlamni bir saodatini o'ylagan odamlarni, o'sha vatanparvar bo'lgan, xalqparvar bo'lgan, xalqini sevgan, millatini sevgan, zamondoshlarini sevgan bir odamlargagina nasib qiladi. Bular zamirida juda katta mehnat, matonat yotadi, umr yotadi. Lekin mana shu umr juda bir mazmunli umr bo'lsa kerak, kitoblarda qolgani bilan, asarlarda, shogirdlarning xotiralarida qolgani bilan, qalblarga muhrlangani bilan bir fayzli, bir saodatli umr ham shu bo'lsa kerak. Vafo so'z emas. Vafo butun umr davomida inson qalbida saqlanadigan muqaddas tuyg'u. Salima Umarova hayotida bu tuyg'u faqat she'rlarda emas, taqdirida ham namoyon bo'lgan. Shuning uchun ham uni yaxshi taniydiganlar avval shoira yoki jurnalist emas, avvalo yuksak ma'naviyatli, ziyoli va vafoli ayol sifatida ta'riflaydilar. Salima opani shaxs sifatida o'zimni onamdek, opamdek, singlimdek, yonimdagi bir do'stimdek bilamanda. U kishidan juda ko'p narsa o'rgandik. Salima opa shunday deb bilamanda, bir dengiz ayol, mehribon ona, zamonamizning eng suyukli buvijonisi, onasi. Nafaqat men, balki farzandlarim ham u kishidan ibrat oladi. U kishini bir she'rlarini o'qiganimizda, kitoblarini varaqlaganingizda, hali qanchadan qancha bir
bilasizmi, hikmatlar borligini bilasiz. Masalan, mani ota onadan keyin bir odamga bir yo'qchilik bo'ladi-da. Yo'qchilik bo'lib, bu moddiy taraf bo'lmaydi faqat. Qalbda bir bo'shlik bo'ladi. O'sha bo'shlikni shu kishi bilan suhbatlashangiz to'ladi. Yaxshi sizni yo'lantirib biladi. Lekin men ijodkor emas, bir oddiygina inson sifatida u kishini ham opa, ham ona, ham zamonamizning onasi deb bilaman. Farzandlarimizni nasihatgo'yi deb bilaman. Kitoblarda saodat haqida ko'p yozgan adiba hayotda ham shu saodatni yarata olgan insonlardan. Uning eng yaqin o'quvchilari oilasi, eng samimiy muxlislari ham shu insonlar. Haqiqatan ham ota uy odam uchun hamisha aziz va mukarramda bir muqaddas maskan ber. Shu men qachonki to'g'ri aytdingiz, hamma jihatdan ota uyiga, ota uyidagi azizlaringga suyanasan. Ayniqsa bizning xonadonda rahmatlik onagina Muqimabiyning tarbiyalari juda adolatli va fazolatli bo'lganki, shu jihatdan men faqat yaxshilik ko'rganman. Akalarim xuddi bir men go'dak yoshimda dadam o'tib ketganlar, Xudo rahmat qilsin, urush nogironi bo'lib, juda nima bo'lib o'tib ketganlar. Lekin ana shu hozir to'rga o'tirgan akam Usto Abdumannon deydi, mana shu imoratlar ham akamni barmog'idan. Butun qishloqni imoratlarini shunaqa poytisha ko'tarib qurgan akam ham haydovchilik qilaydilar. U kishidan katta akam bor edilar, ana o'g'illari o'tiribdi. U kishini tandirsozlik ham qilaydilar. Shunaqa fazilatli insonlar, dehqonchilikda prekomil edilar. Agar men bular haqida bitta-bitta gapiradigan bo'lsam, ertadan kechgacha gapirsam, bularning fazilatini nimasini tugata olmayman. Shu 8 ta edi, keyin 6 ta qoldi. Men aytamanki, rostdan ham eng yaxshi kunimda ham, eng qiyin kunimda ham, har qanaqa vaziyatda men shu otamdan ziyod qo'llab-quvvatlagan shu akamga men sog'inaman, qo'msayman va desalar oyog'imdan jonim chiqqaday bo'ladi. Shunaqa yaxshi ko'raman. Bu haqiqatan shunaqa. Endi u kishini ayollari yonlariga o'tirgan. Bu kishiki 40 yil o'qituvchilik qilgan bir fazilatli ayol, ilmi ziyoda ayol, lekin bu kishini mehribonchiligi tug'ishganingdan-da afzal. Men onayu opaday mehrbonim deb bir narsa yozganman, bir ocherk sifat. Chunki menga qilgan yaxshiliklari uncha-munchaga anovda. Yangam bo'la turib, o'sha onayu opaday mehrbonim deb yozganman, ana o'shanga javob bergan. Men shunday qilib hozir o'sha katta akamni qiladigan bizga qilgan mehribonliklari Xudo rahmat qilsin iloyim. Katta opamni qilgan mehribonliklari Xudo rahmat qilgan bo'lsin. Mana opam, mana ana ko'pincha qaynana kelinlar, qaynapa kelinlar o'rtasida mashmasha gap so'zlar ko'p bo'ladi-da. Men qoyil qolaman. Ana shu yerda o'tirgan ukamning xotini borda, shu kelinam xuddi meni bir tug'ishgan singlimday, o'ziga xos bir fazilatli bo'lgani uchun ham uni ham o'sha xabaringiz bor, suyuk qizalog'im, aziz o'g'lonimda mening kelinchak qizim bo'limida bitta qahramon sifatida shu kelin kirgan. Chunki o'qimay turib olima bo'lgan ayol bu ayol. Universitetda o'qimagan, institutda o'qimagan, lekin fe'li odobi bilan, o'sha ayniqsa ma'naviyati bilan, odamlarga muomala munosabati bilan, yoki xonadondagilarga nimasi bilan, mehr-oqibati bilan o'ziga xoslik. Men o'sha uchun aytaman-da, yangami, kelinmi, qaysi bo'lsa ham bu yaratganning ne'mati, hikmati. Keyin asosiysi Xudoga behisob shukr, shu xonadon bizga mehnatkashlikni tarbiyalagan. Biza hech qachon mana o'tirib olib shu birov keltirib bersin yey degan fikrdan yiroq bo'lganmiz. Va juda chiroyli ish qilib, hammamiz qoyilmaqom ish qilib, o'sha xonadonimiz fayz barakotiga harakat qilamiz. Xudoga shukrki, farzandlarimiz, nevaralarimiz, masalan, ahlimiz hammasi o'sha yo'nalishda. Haromdan hazar qilinadi, yaxshilik tomonga boriladi, halol mehnatga rujulat katta. Men shunaqa qilib Xudoga behisob shukr, men Allohdan roziman. Shu xonadonning qizi bo'lib, shu xonadonda tug'ilib, o'sha Bahrom bobo bilan Muqimabiyning farzandlari bo'lib va o'sha 6-7 farzand bo'lib, mana ukam ham bor. Endi ukamlar yosh ular, mendan yosh. Lekin men kimni rahnamoligini ko'rdim?
akamnikini ko'rdim. Juda ko'p, 2 akamnikini shunaqa ko'rdimki, ayniqsa bu akamniki yeri ko'kka sig'maydi. Katta akamni imkoniyatlaridan kelib chiqib, u kishi ham shunaqa oqibatli edilar. Men shu uchun aytaman, bir-biri bilan talash qilib, mol talash qilib, narsa talash qilib, har xil janjallar bo'layotganlarni men tushunolmay ketaman. Hazm qilolmay ketaman. Nimaga? Bir 4 kunlik dunyoda nimaga bir-birini yaxshi ko'rish mumkin ekan-ku? Yaxshi ko'rib yashash mumkin ekan-ku? Sog'inib yashash mumkin ekan-ku? Borib bir-birini ardoqlash mumkin ekan-ku? Nima qilmaydi shu odamlar? degan narsa paydo bo'ladi-da qizim. Men o'sha yozganlarimda, reza har bir yozganlarimda balki o'sha onam rahmatlikda fazilatlari-yu bizaga singdirgan fe'l odoblari, keyin o'sha olgan ta'sirotlarim, keyin hayot saboqlari aks etgan. Shuning uchun shukr qilaman Xudoyimga, o'sha har bir insonni birinchi galda Alloh rozi bo'ladigan fe'ldan ayirmasin Xudoyim. O'sha fe'lni Allohim beradigan bo'lsa, ana shunaqa bir-birini yaxshi ko'rib, bir-biriga mehrli bo'lib, faqat bir-biriga diydor, sog'inchi bilan yashaydi odam. Shuni darvozani ochganingizda baribir xohlaysizmi yo'qmi, onangizda, otangizda siymosi keladi. Qaysi gaplar quloqqa keladi? U sizni xayolingizda kechadigan so'zlar. Ana otam rahmatli men hatto elas eslayman. Agar o'qigan bo'lsangiz, otam Bahron Safar o'g'lini xotirasiga degan yozgan narsam bu. O'sha juda ushoqqina narsa. Ana o'sha narsada rahmatli dadam nogiron edilar, urush nogironi edilar. Sog'liklari yaxshi emas edi. O'sha jihatdan ham birov chaqirib kelganda dadam rahmatlik esimga qolgani. Shu chiqib o'shani kutib olib, shuni eshik tagiga, u vaqtga eshiklarning tagiga stollar qayda, narsa qayda. Shuni devorginaga suyanib, qo'llarida hasso bilan o'tirsalar, u odam bilan gaplashtirdilar. O'sha tikka turib gaplashgan onlari bo'lmagan. O'tirib devorga suyanib o'tirib gaplashyapsalar, men borib qo'llarini ochib, araga kirib olib, qo'llarini qaytib yopganman-da. Da shu o'tirib ikkovlarining o'rtasiga. Men shu epizod qolgan. Bir ajrg'izor sifayda nima shunday gilos, 3 ta gilos bor edi. 3 ta gilos, 3 ta qizimga deganlari esimga elas qolgan. Shunaqa tutday to'kilib turaman degan havlulaydi. Lekin o'sha havlularni ana shu akamlarni barmoqlari, 2 akamni barmoqlari ana shu darajada chiroyli nimaga aylantirdi. Bu o'sha onamni chiroyli yo'l ko'rsatishlari. Shu uchun men aytaman, onalarda gap ko'p. Men bir voqeaga guvoh bo'lganman. Jurnalistlar bilasizlar, hamma joyga kirasizlar borib. Va bir xonadonga bordim, shikoyat xati bo'yicha top qavjirab yotibdi. Bachasini cho'rpani ustiga cho'miltirib o'tiribdi, nevarasi momo. Ichkariga non pishiryapti, nonlarning usti shunday oppoq un urvoq bo'lib yotibdi. Endi to'g'risi bizda unday non pishirilmaydi-da, lekin duxobga pishiryapti. Shu darajada bir patarot, qiyin sharoitda hayoti. Keyin men aytdimki, o'g'il oqibatsiz, nevaralar nima qilgan, kelin ketib qolgan, o'ris kelin ekan, shunaqa bir qiyin hayot. Men ular haqida yoril tosh degan bir narsa yozdim. Lekin o'shanda o'yladim. Nimaga bizani xonadon bunaqa? Nimaga bu xonadon bunaqa? Gap onada ekan. Gap ayolda ekan. Onam shu darajada fidokor, mehnatkash, yerning ichidan chiqmaydigan, shu hamisha piyoz, sabzi, shunaqa o'toqlar. Hech qachon bozordan biza poliz, meva, sabzavot sota olmagan odamlarda. Mana shunaqa vaziyatlarda onamni zahmatkashliklari, mehnatkashliklari shu darajada yuqqanki, o'zimiz ham shunaqa. Hammamiz shunaqa. O'sha oila bilan solishtirganman. Akamlarni bu darajada chiroyli ish qiladigan, bu darajada fidokor, oilasi uchun, ota-onasi uchun, og'aynilari uchun kuyib pishadigan insonlar bo'lishiga onaning tarbiyasi muhim ekan. Ayolning tarbiyasi muhim ekan. Shu uchun ham bir buyuklardan bittasi aytgan-ku, nimani agar xonadoningni, sulolangni buyuk qilmoqchi bo'lsang, o'g'ilni tarbiyala, buyuk qilib. Agar millatni tarbiyalamoqchi bo'lsang, qizni tarbiyala. Qizga gap ko'p ekanda, ayolga gap ko'p ekan onam. Mehnat hech qachon beiz ketmaydi. 2001-yil Shuhrat medali, 2008-yil Mehnat shuhrati ordeni, 2026-yil yana bir yuksak ehtirof. Bu mukofotlar bir insonga emas, butun bir umrga berilgan bahodir. Rahmat, shu ushoqqina mehnatimni qadrlab, shunchalik qilib o'tirgan yurt kattalariga, viloyat kattalariga rahmat. Mehnatimni ko'ribdi, yuguribdi, yelibdi. Men o'zi bemorlikda ichida aylanib yotgandim shu 6 oy ichida.
kutmaganimda mana yana bitta Allohning mukofoti bo'lib keldi. Bularni hammasini orqasida men aytaman, o'sha Allohning roziligi, mehnatlarimizga bergan nimasi, bergan bemorliklarini ikkinchi qo'l bilan tutgan mukofoti deb o'ylayman-da qizim. O'qituvchi ham xayrli ishlarga harakat qiladi, insonni o'sha jamiyatni tarbiyalaydi, shifo beradi, shifokor masalan. Ularni ham o'zini hayot yo'li go'zal, maqsadli hayot yo'li bor. Lekin hammasini umumlashtiradigan bitta kuch bor. O'sha qiladigan ishi u o'qituvchi bo'ladimi, u shoir bo'ladimi, u yozuvchi bo'ladimi, u doktor bo'ladimi, u yoki o'sha dalaga follarni, ko'chalarni, gullarni obod qilib yurgan farrosh ayol bo'ladimi? Maqsad bitta narsa. Yaratganning roziligiga erishish. Mana shu bo'ladigan bo'lsa, bugun biz ma'naviyat haqida ko'p gapiramiz. Inson ma'naviyatini, yoshlar ma'naviyatini bir go'zal qilib tarbiyalashimiz kerak, yetkazishimiz. Ma'naviyat nima o'zi? Ma'naviyat Allohni tanigan holatda buguningni ham, ertangni ham obod qilishga harakat qilish. Bugun ham hech kimni dilini og'ritib, hech kimga malomatli gap aytib, hech kimni masalan ko'nglini xira qiladigan emas, faqat savob ishlar, yaxshilik ishlar, Alloh rozi bo'ladigan ishlarga. Chunki boya aytganimdek, u yoq muhim bo'lib qoladi. Mana shu narsaga shifokor ham agar faqat shu dunyoni o'ylasa, bilasizmi? Boshqa narsa boshqaradi uni. O'qituvchi ham faqat shu dunyoni o'ylasa, uni ducham kelgansizlar hayotda. Bor. Faqat shu dunyoni o'ylaydigan bo'lsa, tepadagi buyuk bir qudratdan qo'rqmaydigan bo'lsa va oxirat haqida tushunchasi bo'lmaydigan bo'lsa, tabiiy ravishda uni fe'lida shu dunyoga bo'lgan muhabbat, nafs ammora boshqara boshlaydi. Xudo shundan asrasin. Agar shu tuyg'u bo'lmasdan hamisha ikki dunyoni saodat haqida o'ylaydigan bo'lsa, u boshqa narsa. Shuning uchun qaysi sohada ishlasa, nima ish qilsa-da, inson birinchi galda o'zini menini ardoqlash uchun emas, o'z dunyoga nima uchun kelinadi? Bitta yuki bor bu dunyoga kelishda. Uni biz bilmaymiz, uni yaratgan biladi. O'sha Allohni tanish va unga ibodat qilish uchun kelinadi. Mana shu tanu va ibodat qilishni o'zi bizani haqiqiy bu dunyoda qiladigan ishimizni belgilab beradi. Lekin bu dunyoda qiladigan ishimiz faqat yotib olib namoz o'qi degani emas-ku. Mana ko'rib o'tiribsizlar, qancha xayrli ishlar qilasiz, qancha chop-chop qilasiz, qancha Allohning roziligi yo'lida birovga ehson qilasiz, birovga yaxshilik qilasiz, birovga mushkulni oson qilasiz. Qaysidir tashkilotga bitmay qolgan ishini kasbingiz bilan, nimangiz bilan borib yechimini qilib berasiz. Bular hammasi u yoqda obodligi. Va siz o'zingizni qilmaysiz. Allohni taniganingiz uchun Xudoyim menga boshqalardan baland qilib qo'yibdi-ku. Menga nima berib qo'yibdi? O'sha mikrofon berib qo'yibdi. Menga qalam berib qo'yibdi. U qila olmagan ishni men qila olaman-ku degan narsa. Va ham u bandani mushkulini oson qilasiz, ham tepadagini rozi qilasiz. Sizni bilganlar, tanishlaringizni intervyu olganimizda kechroq kirib keldi bu sohaga, kechroq kirib kelganlar dedilar-da. Lekin ana shu mashinkaga urilgan har bir harf gazeta nashri uchun emas. Unda yana bir maqsad bor edi, halol ishlash, farzandlarga halol daromad etish, ularni oyoqqa turg'izish. To'g'ri? Ana shu yillarni bitta xotirlaylik. Har bitta urilgan harf o'z sizni, ya'ni boshqa maqsadlaringizga xizmat qildi-da. Shunday. Men 11 yil keyin boshlagan bo'lsam, lekin o'sha 18 yoshida boshlaganlardan Xudoyim meni shunaqa o'tkazib yubordiki, ular meni arqamdan chopalab yetolmaydigan darajada Xudoyim o'tkazib yubordi. O'zingizda shuncha sinov o'tgan. O'zingizda mana uyga chopgansiz, farzandlarga siz 2 barobar kuch sarflashingiz kerak bo'lgan. Shogirdlarga hozir eshityapman, shogirdlaringiz bilan suhbatda tanlovlarga ular o'zi hujjat topshirmasa, o'zingiz hujjatini yig'ib etib topshirgan vaqtlaringiz bo'lgan ekan. Bir ko'ringlar, bular ham shunaqa iqtidorli bolalar deb. Pul sarflab kitoblarni chiqargan vaqtlaringiz bo'lgan. Gohida masalan ota-ona sifatida o'zimiz borib farzandimizga vaqt ajrata olmaymiz, ishdan qolaman deb. Lekin bu kuch, bu ustozlik, bu fidoyilik nima uchun shogirdlarga bunchalik mehr? Asli insonga mehr bu narsa. Shogirdlarni yaxshi masalan siz chiroyli ishlasangiz, chiroyli yozsangiz, men tabiiy sizni o'zimni jigarbandimda yaxshi ko'ra boshlayman. Shu masalan bekordan bekorga men ruslarni yaxshi ko'rib qolganmanmi, ozodni yaxshi ko'rib qolganmanmi, yo zeboni yo boshqani. Bular juda ko'p edi.
Zilola G'aybulayeva deganlar, Munisa Azamova deganlar juda ko'p edi bular. Lekin o'zidan o'zi bo'lmaydi. Bu ham o'sha Alloh beradi, yuqtiradi, yurakka soladi. Faqat ular kelajakka ishonasan. Arzimagan shuni yarmicha salohiyati yo'qlar to'rt tomonga urib, onasini ishga solib, falonchasini ishga solib, pulini ishga solganda, bularda Xudo bergan-ku, ularda bor-ku deb haqiqatan o'shanaqa ishlarni keyin bu ham fe'l. Tepadagi bergan fe'l. Ustozga kerak ham bu fe'l. Ha, asli shunday qilmasdan bemalol yeb, ichib, yonga surtib o'tiraveradigan. O'shanday bo'lsam, balki men kuyinchak jurnalist bo'lib, shu darajaga Xudoyim meni ko'tarmasdi ham. O'sha uchun hamma narsa, men to'g'risi, menda nima bor bo'ladigan bo'lsa, u meniki emas. Yaratganniki. Men hech narsaga o'zim nima qila olmayman. Meni qo'limdan kelmaydigan ishlar agar Alloh xohlamasa. Bugungi hayotimda ham, masalan, o'g'limni bu darajada mehribonchiligi, oqibati, nevaralarimni bu darajada mehribonchiligi, oqibati, bir so'zimga hech qachon e'tiroz bilan qaramaganligi, kelinim, nevara qizim hammasi bularni hammasini tepasida mag'zida biri borda mehribonchilik yotibdi menga deyman. Bo'lmasa o'shanday bo'lmasligi mumkin edi qizim. Kimlargadir uzatdingiz, o'zingizga qaytyapti. Shunday, Xudoga shukr. O'sha uchun men qizig'i qancha siz agar o'qiy boshlasangiz, shunday davr keladi. O'qiy boshlaysiz. Men ham bir vaqtlar faqat ish deb chopgan bo'lgan bo'lsam, keyin o'qiy boshlaganda, masalan, siz harakat qilasiz, kuyib pishasiz, yugurib yelasiz, lekin o'qigan mehnatingizni orqasida masalan o'zingizni meningiz turmaydi-da. O'sha bir bor rozi bo'ladigan ishlar bo'ladi, nima bo'ladi, uni hatto o'ylab ham ko'rmaysiz. Chunki sizning beringizda Alloh degan yozuv bor-da. Har bir yurakda Alloh degan yozuv bor. O'sha ne miqdor ishlab yotadi. Shu jihatdan Xudoga shukr, yoshlar masalasida men hozir ham kuchim, quvvatim bo'lsa, hozir ham nechtasini boshini silashga tayyorman. Shunaqa qilib, bu taqdirda, yoziqlarida bo'ladi. Taqdir haqida gapiryapsizmi? Sinovlar sizni sindirgan vaqtlar ham bo'ldimi? Islomiy ilmning bir hikmati bor. Alloh har kimga kuchi yetgan, ko'tarib bilganini berar ekan. Har kimni o'ziga beradigani bor ekan yaratganni. Demak, meni ko'tarib bilganlarimni bergan. Ilohi endi sira undan oxiriga solmasin, mushkulga solmasin. Endi faqatgina shu go'zal diydoriga, bular sog' salomatlikda, Alloh rozi bo'ladigan ishlarda bo'lib men borishga muyassar etsin. Ba'zi insonlar hayotdan o'tib ketadi. Ba'zilari esa hayotning o'ziga aylanadi. Salima Umarovaning bosib o'tgan yo'lida mehnat bor, matonat bor, ijod bor, insonlarga muhabbat bor. U yaratayotgan satrlar kitoblarda yashaydi, tarbiyalayotgan shogirdlari faoliyatida yashaydi. Eng muhimi, odamlar qalbida yashaydi. Chunki ezgulik bilan bitilgan umrning oxiri bo'lmaydi.